Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bundan 4 kun oldin shu dalaga kelganmiz. Juda ham kuchli darajada ildiz qurti zararlayotgan dala mana. Shu dalaga sepganingiz necha kun bo'ldi? 3 kun bo'ldi. 3-kuni bugun, 3-kuni. Bu yerda hozir ikkitasi, bittasi qorayib ketgan, mana o'lik holatda turibdi, ildiz qurti. Mana bittasi ham o'lgan. Mana bittasi chola o'lik holatda turibdi. Bir jinda yerdan chiqyapti hozir bu ham. Dorini sepilganiga 3-kun bugun. Demoqchimanki, dori samara bergan bu yerda. Yeyish to'xtagan, yangi zararlamayapti. Yangi kirmayapti demoqchiman hozir. Plus bunga qo'shib turib bitta o'rgamchkanani ham sepgan, o'rgamchkani ham to'xtagan. Sekin tozalayapti ekan, o'rgamchkaniga ham sistemli dori berib sepganmiz. Bitta oziqa qo'shib sepilgan. Men paxtaning holatini hozir kamerada ham ko'rsatayotgan bo'lsa kerak. Paxta juda ham paxtaga yaqin haligi bergan oziqamiz, stimulyator. Paxta qop-qora bo'lib o'tariga 300 kilo, 400 kilo o'g'it yeganman, baravar holatda turibdi. Endi demoqchimanki, boshqalarga ham tavsiya shu, qo'rqmasdan ildiz qurtiga, sim qurtga kechqurunda preparat sepsa natija bo'ladi. Xuddi shuni singari natija bo'ladi. Agar sepmaydigan bo'lsangiz, ertaga baribir ko'chatni ola qiladi, siyratadi. Bu ildiz qurti 4 ta avlod berib ko'payadi bitta nimada, 1 yilda. 4 ta avlod. Hozir endi birinchi avlod ketyapti. Yana 2 ta avlod bor. Bu monchaga bo'lganda ham zarar, ziyon keltirishi mumkin. Boring ziyon keltirmagan taqdirda ham bu yildan keyin bu kapalar bo'lib shu dalani o'zida qoladi bu. Gumbakka aylanadi, yana yerga tuxum qo'yadi. Qirg'oq atrofda bir yildan keyin ko'proq ziyon keltirishi mumkin. Shuning uchun buni oldini olib o'ldirish harakatini qilish kerak.